Respublikaning turli hududlaridan kelgan 408 nafar mutaxassis 10 kun davomida zamonaviy soliq ma'murchiligi bo'yicha o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishni boshladi. Malaka oshirish kurslarining asosiy jihatlari biz soliq qonunchiligiga kiritilgan yangi institutlarni mazmun mohiyatini yetkazish, ularga mana shu xizmat ko'rsatishni sifatini oshirishga qaratilgan o'quv dasturlari kiritilgan. Biz hozir tinglovchilarimiz qabul qilishda o'quv jarayoni boshlashdan oldin testdan o'tkazdik. Bu test turli yo'nalishlarda, ayniqsa soliq qonunchiligi, soliq ma'murchiligi, demak respublikamizda amalga oshirilgan siyosiy, iqtisodiy islohotlar, shunga bilan bog'liq bu test hisoblanadi. Demak, biz kelgan tinglovchilarimizni birinchi o'rinda ularni hozirgi bilimi, ularning dunyoqarashi, shuni baholab va o'quv jarayoni tugashi bilan esa ularni yana qayta testdan o'tkazamiz va mana shu malaka oshirish jarayonining samaradorligini baholaymiz va kamchilik va yutuqlarimizni mana shu yerda bir sarhisob qilish imkoniyati bo'ladi. Dastlabki o'quvlar tuman va shahar davlat soliq inspeksiyalarining yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'linmalari xodimlari uchun tashkil etilgan. Ushbu malaka oshirishda biz yuridik shaxslar bilan ishlashda muomala madaniyati, kasb odobnomasi, kasb etikasiga amal qilgan holda soliq to'lovchilar bilan ishlashda kelgusida samarali natijalarga erishish uchun ham katta vazifa o'rin egallaydi. Ta'lim jarayoni faqat nazariy mashg'ulotlar bilan cheklanmaydi. Keys tahlillar, amaliy topshiriqlar hamda real ish jarayonlariga asoslangan darslar orqali tinglovchilar kundalik faoliyatda uchraydigan vaziyatlarga yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qishlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nafaqat nazariy mashg'ulotlar, balki amaliy mashg'ulotlarni ham o'z ichiga olgan. Xususan, raqamli platformalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarni real xizmat faoliyatimizda uchraydigan holatlarni, yechimlarni topish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari shu o'qish bilan birgalikda madaniy dam olish ular ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'qishdan tashqari madaniy, fizkultura, jismoniy tarbiyalar, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mazkur malaka oshirish kurslari orqali soliq xizmati organlari xodimlarining kasbiy salohiyatini yuksaltirish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda soliq to'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada oshirish maqsad qilingan.